Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugungi mavzuyim 3-shaxs oradan qachon ketadi? Shu haqida ko'ramiz. Sizlarga katta rahmat e'tibor bilan komment, like bosganlaringiz hamda izohlar uchun. 3 ta karta qo'yaman. 3 ta kartadan yoqqanini tanlaysiz. Bu birinchi karta, bu ikkinchi karta, bu uchinchi karta. Men birinchi kartani ochishni boshladim. 3-shaxs qachon ketadi? Hozirgi vaqtlaringizda, hayotlaringizda o'zgarish bosqichidasizlar. O'rtalaringizdagi inson ketadimi? Aksincha, kartalarimiz yo'q deb aytmoqda. Sababi sizni aqlingizdagi inson 3-shaxsni ham sizni ham teng olib borish niyatidaligi. Birinchi kartamizni tanlagan insonlar, afsuski, 3-shaxs o'rtalaringizda hali borligi va aqlingizdagi kishi u bilan munosabatdaligi, qo'yib yuborishni istamayotganligi ko'proq tushmoqda. Xo'p, ikkinchi kartamizni ochishni boshladim. Ikkinchi kartamizda qani nima gaplar ekan? O'rtalaringizdagi 3-shaxs ketadimi? Sizlarda hozir pauzadalik holatidasizlar. Yoqtirgan insoningiz sizni chetga surib qo'ygan, 3-shaxs bilan esa tortishuvlarda turganligi, yaxshi emasligi, ayni paytda munosabatlari, sizlar bir-birlaringizni kuzatib, ya'ni tekshirib yurganligingizni ko'rsatmoqda. O'rtangizdagi inson chiqib ketadimi? Aqlingizdagi kishi ikkilanishda turgani hozirda. Ikkala insondan bittasini tanla olmayotganligi hamda sizni chiqarib yuborishni yoqtirgan insoningizni o'zi xohlayotgani tushmoqda. Bu munosabat afsuski kartalarimiz tugash haqida gapirmoqda. 3-chi kartamizni tanlagan insonlarimiz. Xo'p, 3-shaxs oradan qachon ketadi? Hozirgi holatlaringiz, aqlingizdagi insoningizni so'roqlaringiz, aqlingizdagi insoningiz nima desam, unga ya'ni qayerdasiz? Shunga o'xshash kabi gaplaringiz yoqmayapti, unga bahona bo'lyapti. Ketish uchun, urush uchun. Yoqtirgan insoningiz 3-shaxs ilm amal qilayotgani hamda shu sabab hozirda sizlarda jimlik holatidasizlar. Sizlarda 3-shaxs ketadimi? Ha, ketadi. Biroz sizlarda kutish bo'ladi. Ya'ni 1 oy yoki 3 oyga yetmaydi. Faqat siz yoqtirgan insoningizni ilm amaldan tozalatsangiz 3-shaxs chiqib ketadi deb kartalarimiz aytmoqda. Sog' bo'lasizlar azizlarim.